bormisiz mana? 4 yildan beri ko'rishmagan ekanmiz. Avvalambor martabalar boray bo'lsin. Rahmat, salomat sizlar. Tanishing, meni bojam. Men 3 yildan beri nogironlar. Tildan qolganman. Eshitdik, xabarimiz bor. Nogironlarga, kam ta'minlanganlarga, ko'p bolalarga uy taqsimlayapsiz ekan. Ha, endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Kustosh. Mana shuni. Buni olib qo'ying. Buni hozir olib qo'ying. Buni borki, men qarang, xato ishimiz. Buni xolaroq joyda, uni qizlar bilan saunada, bo'ladi. Shubhali ko'rinmayaptimi? Bular poraxo'rlar ekan, boshqa. Bo'lmasam pora operatsiyasini boshlaymiz. Xo'p. Shu bugun izidan qolmasdan qo'lga tushiramiz. Xo'p, buni boshla. Bajaramiz. Bugun aysh qilamiz. Topganingizni ayting. Qozon kabob, shashlik, ana ustida oqi, qizili bizga farq yo'q. Bo'ldi. Havas olib kelaversin. Bugun mazza qilamiz, xudo xolisa. Xo'jayin, assalomu alaykum. Bizni aka ishi nima bo'ldi? Xalqim bering aka. Men nima deganim sizga? Ataganingizni konvert orqali bizga murojaat qiladi. Tushunarlimi? Qalaq qilmang. Do'stim, shunaqangi qarabsiz sizlar ham borda. Siz ham konvert orqali murojaat qilaverasiz. O'rtoq boshliq, orqamda katta poraxo'r o'tiribdi. Ruxsat bersangiz, pora operatsiyasini boshlasak. Dehqonib ham men bilan xavotir olmang. Qo'plaringizda boja? Nima dedim? Ha, nimaga tilda qolgan deyordingiz? Boja, agar men shunday aytmaganimda sizga uy bermasdi. Shunaqa joyi bormi? Ha. Boja, choyxonaga tushdingiz. Choyxona ekan-ku. Mana mashina, qani ketdik. Yuring. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum ota. Ha, va alaykum assalom. Keldingmi o'g'lim? Keldim ota. Xo'sh, nima bo'ldi ishing? Ha, nima bo'lardi? Ha, pora berasan dedi. Xo'p, sen nima deding? Men nima derdim? Indamadim. Ha, indamagan bo'lsang. U nima dedi? U konvert orqali gaplashamiz dedi ota. Ataganingni berasan dedi. Ha, sen nima deding? Ha, men indamadim. U nima dedi? Ota, ezvordingiz-ku. U nima dedi? Sen nima deding? Ha, nima derdim? Ha, konvertga sotki ataganingni. Ha, gaplashamiz dedi ota. Xo'p, tushundim. Senga ataganingni ber degan bo'lsa, ber ataganingni. Ota, ha, meni arzimagan pulimni olarmikan, ota? Ha, bu dollar so'rayapti, dollar. Ha, dollarni men qayta olaman, ota. Ota, sizni pensiyangizni qo'ysang-chi? Menga qara. Meni pensiyamni olaga tiqma, xo'pmi? O'zing qancha atagan bo'lsang ber. Meni o'zimni atagan joyim bor. Qo'y. Men pensiyamni olaga qo'shma. Ha, pul bermasangiz, pora bermasangiz. Ha, ishingiz bitmaydi. Ha, mana katalagida uyda yashab o'tiraverasiz, ota. Sen o'zingda birovga pora bermagan bo'lsang, ertaga pora berib, u ham sen ham qamalib ketasan. Qo'y, boshimni g'alvaga qo'yma. Buning uchun qonun bor, bolam. Ha, unda nima qildingiz, ota? Senga konvert orqali gaplashamiz dedimi? Ha? O'zida o'g'lim qara, bir ish qilamiz. Mana u gazetani olasan. Bunday qilib chiroyli qilib uni buklaysan. Men o'zim senga qilib beraman hozir. Men bu yerda konvert bor edi. Shu konvertga solasanda, hozir o'zim chiroyli qilib senga solib beraman. Shuni hali poraxo'rga olib borib berasan. Ana qara, bilinmadi. Mana shunaqa qilib yemlaymiz-a. Hali poraxo'rga olib borib berasan. Tushundingmi endi? Ota, poraxo'r buni ochib ko'rsa, men sharmanda bo'laman-ku, ota. Sen soddasan-da o'g'lim, soddasan. Sen hali arizaga oldin qo'l qo'yib olasan. Undan keyin u gazetani ochib, konvertni ochib, gazeta borligini bilguncha sen meni oldimda choy ichib o'tiribsan-da o'g'lim. Otagidam. Chatosiz otagidam. Bo'ldi, bor. Ishingni omading bersin. Mana esdan chiqmasin. Xo'p. Bor. Ota. Yaxshi bola o'g'lim. Xo'p.
Assalomu alaykum, xo'jayin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'alati odam ekansiz. Odamni o'z holiga qo'yasizmi yo'qmi? Qitini qilyapsiz-ku. Boring xola bo'chatib qo'ying. Bizni ishimiz ancha bitib qoldimi, akajon? Sizni ishingiz bitish uchun ancha ishlar bor. Oldinda o'sha ishlar bitsa, keyin ishingiz bitadi. Xo'pmi? Tushundim, akajon. Mana akajon. Ya. Hay, yaxshi qil. Birinchi, endi aka, birinchi mana imzo qo'yib yuboring. Keyin beriladi aka. Odamlar gap yo'q. Hozirda mana ana yashang. Assalomat bo'ling. Endi to'ygach bizni esdan chiqmasda. Xo'p, xo'jayin, xo'p, xo'jayin. Karimchaga suratga olyapsizmi? Konvertga ashlab oling. Hozir mana bu odam bu kishidan pora oldi. Yo'q, tuhmat, bo'xton, men olganim yo'q. Ko'ramiz. Tuhmat, bo'xton. Gazetani o'zi-ku. Ya, qanaqa odamsiz? Ya, sizga xabar kechikmasligina qoldi. Ya, qachon men sizga konvertni solib gaz topking deganman. Men xolimga konvertingizni oling. Sizga xabar kechikmasligina qoldi. O'zingizni bosing. Siz chiqib turing. Xalaq beryapsiz. Xo'p, men xonada hech bola yo'q. Men qoraxon emasman. Men topaman. Tortmang men qo'limdan. Qo'yvoring men qo'limdan. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Menda hech narsa Chiqib yo'q. turing. Yomon ko'p gaplar ekansiz lekin. Qisqasi ota. Boyagi odam ular oldida o'zini halol insof ko'rsatdi. Siz bergan bir konvertni olgani yo'q. Kistamga solib qo'ydi o'zi ota bana. Yo'q, Ha? o'zini inson. Bu nima bu? Qani? Bu nima bu? Dollar-ku ota. To'g'risini ayt. Qayerdan olding? Bulovni qaqshatib meni oldimga. Ota, birovni haqqi menga kerak emas, ota nimalar deyapsiz, yaxshi bo'ldi-ya. Qayerdan keldi bu pul bo'lmasa? Endi tushundim. Mendan oldin 2-3tasi qabulga kiruvdi. Ular pora bergani aniq. Ular chunki tirjib chiqibdi. Tekshiruvchilar tekshiradi-ku. O'sha yerda chiqib qolmasin deb, haligi odam meni kistamga solib qo'yganda, ota. Poraxo'r. Afiringiz. Xo'p, nima qilmoqsan endi bu pulni? Endi nima qilamiz? Erta-indin uy olamiz. O'shani remontiga ishlatamiz-da, ota. Menga qara. Menga bulovni puli kerak emas. Bulovni haqqi hech qachon yuqmaydi. Kerak emas. Menga qara, ber buni, menga ber. Buni olgindan holi olib borib, o'sha poraxo'rga olib borib ber. Bulovni puli bulovga yuqmaydi. Ol. Menga kerak emas bulovni. Ota, kech bo'ldi-ku, qorong'ida qayerga boraman, ota buni. Menga qara, mayli, bu shu yerda turadi. Lekin ertalab olib borib berasan. Bu shu yerda turadi. Bak. Bilganingizni qiling, ota. Kerak emas menga bulovni puli. Pora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xabaringiz bo'lsa, qaysi kuni telefon orqali gaplashgandik? Ha, o'sha ayol sizmisiz? Ha, 3 bolam bilan ota-onamning uyida yashayman degandim. Ha. Qiynalib turibman, uy-joy qilishim kerak. Bilasiz, yolg'iz ayolman. O'zimga oson emas uy-joy qilish. Eshitishimcha, siz ko'p ayollarga yordam berayotgan ekansiz, kam ta'minlangan oilalarga. Ko'rinib turibdi. Juda kam ta'minlangan ekansiz. Ha. Biz konvert orqali gaplashamiz. Nima deganingiz bu? Men hech qayerda pul bilan ishimni bitirmaganman shu vaqtgacha. Bo'lmasa singlim bitta saunada Xotinboz. Voy ahmoq.
men bilan bitta saunaga tushganingda uyli bo'lib qolarmiding ha? Ahmoq. Ha, Orifjon do'stim, qalaysiz? Qalay bo'ldi o'tirish? Ha, endi biz shunaqa chiroyli dasturxon yozamiz-da. Keyingi safar kim keldi? Ha, bo'ldi, o'zim bosh bo'lib turaman. Assalomu alaykum, xo'jayin. Hozir o'zim telefon qolaman do'stim. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat. Kecha sal qolishga sal qoldi-ya. Bir vaqtga qoldi. 15 yilga kamida kirib ketardim ha. Uzr aka, menda ayb yo'q, uzr aka. Ha, uyga borib fahmlagandirsiz ha hammasini. Ha, aka, uyga borsam, konvert ichida pul bor ekan aka. Shuga ota-bobomiz halol inson. Birovniki birovga yuqmaydi. Shuning uchun mana aka olib keldim, akajon. Ha, yaxshi. Endi siz halol pok odamman deyapsiz. Ha, o'zingizga ham ichiga solib olib kelgandirsiz ha? Ha, shunday. Salomat bo'ling. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'laman. Ana endi ushladimmi? Yana gazetami? Sizga aytsam, men gazeta o'qishni yaxshi ko'raman. Milisonga mana shu savolni olib keling dedim. Sizga rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana, men poraxo'rman. Poraxo'rman. Chiqinglar. Men poraxo'rga chiqarishga hech qachon haqqlaring yo'q. Baribir ushlayman sizni. Ushlolmaysan. Men ona sizni halol odamni poraxo'rga chiqarishni senlarga ko'rsataman. Men poraxo'r emas, gazetaxo'rman. Tushundingmi? Boshliq katta boshliq so'rayapti. Pora operatsiyasi nima bo'ldi? Yana gazda deymizmi? Nima qilay? Ha, ushlasam konvertning ichidan gazeta chiqib turgandan keyin. Boshliq, buyurishimiz bo'lsa bitta jinoyatni ocha olmaymiz biz. Bilmasam, bir gap bo'lar. Bular o'zi yo'q. Fokuschimikin ha? Kellang joyidami? Men qayerdan bilaman, yur. Boshliqqa javob berasiz o'zingiz. Ota, bugun ham konvertning ichidan gazeta chiqdi. Pul yo'q, ota. Endi o'g'lim, sen kecha shu pul o'zimizda qolsin deb ilhaq bo'lganingga men kechasi bilan o'ylab chiqdim. Endi u poraxo'r har doim pora olib o'tiribdi. Kel, shu pul o'zimizda qolsin dedimda, haligi pulni olib qo'yib, konvertga gazeta solib qo'ydim. Sen o'sha gazetani olib ketgansan. Bu nima deganingiz? Kecha nima deyotgandingiz, dada? Birovni haqqi tepib chiqadi, buyurmaydi deyotdingiz. Bunisi nima bo'ldi, ota? Ha, endi bolam, sen u gaplarga e'tibor berma. Agar men o'sha pulni olib qo'ymaganimda, u pora bilan tushib qamalib ketardi. Qamalmaganiga borku, u bizga yana shuncha pulni qo'shib berish kerak, bolam. Hali aytishadi-ku, savob ish qilsang, pulni o'zi qidirib keladi. Mana pul keldi, bolam. Nima?